Yaxshi yangilik. O'zbekistonda o'rtacha pensiya miqdori 2 million so'mdan oshishi mumkin. Shuningdek, pensiya tizimini isloh qilish doirasida minimal mehnat staji talabini oshirish va pensiya hisoblash tartibini o'zgartirish taklif etilmoqda. Iqtisodiyot va Moliya vazirligi ishlab chiqqan 2027-2029 yillarga mo'ljallangan fiskal strategiya loyihasiga ko'ra, O'zbekistonda o'rtacha pensiya miqdori bosqichma-bosqich oshib borishi kutilmoqda. Hozirda o'rtacha 1 million 700 ming so'm bo'lgan pensiya miqdori 2027-yilda 1 million 800 ming so'm, 2028-yilda esa 1 million 900 ming so'm, 2029-yilda esa 2 million 100 ming so'mga yetishi prognoz qilingan. Bundan tashqari, pensiyaga chiqish uchun zarur minimal mehnat staji talabini xalqaro standartlarga mos ravishda bosqichma-bosqich oshirish, pensiya hisoblashda inobatga olinadigan ish haqi davrini kengaytirish hamda yuqori maosh oluvchilar uchun pensiya hisoblashdagi ish haqi chegarasini qayta ko'rib chiqish ham rejalashtirilmoqda. Eslatib o'tamiz, ushbu ma'lumotlar 2027-2029 yillarga mo'ljallangan fiskal strategiya loyihasida keltirilgan prognoz va takliflar bo'lib, ular hali amaldagi qonunchilikka kiritilgan o'zgarishlar hisoblanmaydi.